Ammo manda meg'izliq kampit qilishni o'rganib olmasangiz bak ziyon tortisizmi? Sirtdan kilosini 60-70 qo'ydan elayotgan kampitingiz naq mushu shu. Uyingizda qilishni o'rganib oling. Etilish usulini intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasiz. Ko'rib turganinglarda xo'mi qaynoq suv qo'yib yumshatib olamiz. Uningdagi yong'oq bilan badamni videoda ko'rsatgan bo'yicha ezib olamiz. Har kun mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yeyishni o'rgatyapman. Izdegan topolmay qolmaslik uchun yurak besib saqlab olib, inkas rayini g'aqsiz go'llaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizlarga rahmat. Uningdagi xo'mining urqini videoda ko'rsatgan bo'yicha pakiz elib olamiz. Endi buni izish mashinasiga silib, yumshoq qilib ezib olamiz. Meg'iz bilan xo'mini birlashtirib olsak, ma'nodek intayin quvvatli bir nashliq bo'ldi. Endi biz buning shaklini chiroyli chiqarish uchun muz to'ng'itadigan qiliblarimizning ichiga silib shakl chiqarib olamiz. Tatliqni yaxshi ko'rmaydigan xonim qizlarimiz mush halatlam aynak qutining ichiga silib, binshangning sovuq saqlaydigan yeriga sap qo'yib, har qatim nashd qilganda bir ikki tal yevasak intayin quvvat bo'ldi. Endi men buni ballalarim qilib bergan bo'lg'ashqa ustidan bir qavat shokolad bilan o'rvatdim. Buning hech qanday aralashmasi yo'q, qora shokolad ishlatamiz. İzdeganda topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayini g'aqsiz go'llaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizlarga rahmat. Rahmat sizlarga. Buni qozonga silib eritgan vaqtimizda yaxshi erimaydi, sho'ng azroq ko'ksmay yoki bo'lmasa sutdan ayirib ilingan seriq maydan 2 qo'shq silvatsanlar maningdek suyuq holatga keldi. Endi buni shokoladga 1 milivatgandan keyin binshangning sovuq saqlaydigan yeriga 5 minut turg'izib azaq mushunda qaytishidi. Manda kampit xaltalarini tayyor turdili setvasanlar bo'ldi. Qimmat emas, intayin qulaylik. Qaranglar, meg'izliq kampit yasash o'yinchilik tas emas. Ballar bor xonim qizlarimiz cho'qim bir etib sinab beqing. Ballaringiz ham yoqtirib yeydi, ham quvvat bo'ldi. Ammo manda meg'izliq kampit qilishni o'rganib